tomga chiqqan edi. Shu bir sinib ketgan, yiqilib tushganman. Ikkita farzandim bor. Ayolim bilan yashayapmiz. Payti keladi, yig'laysiz, boshqa bo'lasiz. $5-10 million oylik bo'ladi, topamiz. Voy, turmuchasi sog' bo'ladi. Bekor yurgan odamlarga ko'rsangiz, g'ashim keladi to'g'risi. Birinchi muhabbatimni bilmayman, nechta bor. Ko'rmayman-ku. Insonlarga vaqt bekor o'tkazmanglar. Unumli foydalanish kerak vaqtdan, yoshlikda ayniqsa. Mushtumning oramizdagi oddiy odamlar loyihasining navbatdagi qahramoni Hamidjon aka. Ularning mana shu kichkinagina paynetchasida insonlar xizmatida bo'ladi. Mana shu yerdan o'tgan ketganlarning yumushlarini bitirib beradi. Eng muhimi bu yerda halovat bor. Hozir ular bilan suhbatlashamiz. Bundan 15 yil oldin yuz bergan baxtsiz hodisa sabab Hamidjon akaning oyoqlari ishlamay qolgan. Ko'plab sinovlarni boshidan o'tkazgan qahramonimiz umidsizlikka tushmadi. Oldinga harakatlandi. Yelib yugurib o'z do'konini ochdi. 2010-yilda yiqilib tushganman. Undan keyin shu nogironlik aloqa bo'lib 2017-yilda o'sha hokim kelgan edi, ko'rishgandik. Shu aytganda shunaqa ish boshlamoqchiman deganman. Kredit ajratilgan, imtiyozli kredit olib yoshlarga. Shu ishni boshlaganman 2018-yilda. Tomga chiqqan edi. Shu bir sinib ketgan, yiqilib tushganman. Qolib shu oyoq umurtqasinga oyoqlar ishlamay qo'ygan. Kompyuter xizmati bor, paynet bor. Keyin sug'urta, avtosug'urta qilamiz. PlayStationlar bor ularga. Asosan o'sha kompyuter xizmatlar qilamiz. Maktab bor oldimizda, shu maktabdan o'qituvchilar chiqadi. Ular ishlarini qilib beramiz. Onlayn davlat xizmatlaridek sohalarda o'sha onlayn xizmatlarga ko'rsatamiz. Oilada 2 farzandning otasi bolalarini hech kimdan kam qilmadi. Oyoqlarim sabab o'qishni to'liq yakunlay olmadim. Nasib qilsa mana shu farzandlarimni yurtkoriga foydasi teguvchi insonlar qilaman deydi Hamidjon aka. Ikkita farzandim bor. Ayolim bilan yashayapmiz. Maktabda yaxshi o'qiganmisiz, yomon o'qiganmisiz? Yaxshi o'qiganman. 7-sinfgacha o'zimizda tumanda 7-sinfdan 9-sinfgacha o'sha viloyat olimpiya zaxiralari maktabida o'qiganman. Undan keyin iqtisod kollejiga kirdim. Intilganga tole yor deb bejiz aytishmagan. Qahramonimiz kichik do'konidan yaxshigina daromad ham oladi. Bu yerda daromad qanaqa? Qancha topasiz? O'rtacha endi turibdi nasibaga yarasha. Oliy daromadingiz qancha? 5-10 million oylik bo'ladi, topamiz. Voy, mashina oldi. Hozir endi uy solyapmiz. Ishlar qilyapmiz ancha. Parniya qilganmiz. Oddiylikda halovat bor ekan? Albatta. Oddiylikdan ancha halovat bor. Hamidjon aka ayoli bilan sevib turmush qurgan ekan. Mana uning muvaffaqiyatlariga ayoli ham sababchi bo'lmoqda. Birinchi muhabbatingizni nechta bolasi bor hozir? Birinchi muhabbatimni bilmayman, nechta bor. Ko'rmayman-ku. Ayolingiz bilan sevib turmush qurganmisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Ko'rishgan, uydalar topishgan bor, ko'rishganman, yaxshi ko'rishib borganmiz. Ko'rishib. Farzandlaringiz ham o'qitish niyatingiz bormi? Albatta. O'qishadi, farzandlarim. Hozir o'g'lim kattasi 6 yashar, kichigi 5 yashar. Bog'chaga borishadi. Bu hayot hammada ham tashvishlar yetarlicha. Hamidjon aka ham tashvishlar sabab onda-sonda yig'lab turar ekan. Yigit kishisiz, yig'lab ham turasizmi? Bo'ladi mana. Payti keladi, yig'laysiz, boshqa bo'lasiz.
yo'lab turiladi. Qo'lingizda 100 ming dollar pul bo'lganda nimaga ishlatgan bo'lardingiz? Uni o'ylab ko'rish kerak. Hozir dangal aytib bo'lmaydi. Zakot ham berib turasizmi? Qo'ldan keyin hisob turamiz. Boshqalarga havasingiz ham keladimi? Havasim keladi. Qanday odamlarga? Baxtli oilasi sog'lom odamlarga havasim keladi. Bu xilga mahal achchig'im ham chiqadi. Sog'lom odamlar ham bor, masalan. Turmuchasi sog'. Bo'ladi, bekor yurgan odamlarga ko'rsangiz, g'ashim keladi to'g'risi. Odam harakatdan to'xtamaslik kerak-da. Harakat qilaverish kerak. Qo'ldan kelgancha ozmi ko'pmi odamlarga yordam berish kerak. Mana masalan, ishni boshlaganman. Ko'pchilik endi qo'ldan kelgancha yordam beraman. Endi juda katta ish qilib aloqa bormayman, endi oddiygina joy. Odamlarga yordam berish kerak. Asosiysi foydasi tegish kerak-da. Ozmi ko'pmi odamlar. İnsanlarga vaqtni bekor o'tkazmanglar. Unumli foydalanish kerak vaqtdan. Yoshlikda ayniqsa. Yosh o'tgandan keyin afsuslanadi, ko'pchilik afsuslanadi. Imkoniyatlardan foydalanish kerak hozir. Qahramonimizga havas qilsa arziydi, chunki o'zi aytganidek ba'zi to'rtmuchasi sog' insonlardan ko'ra jamiyatga ko'proq foydasi tegmoqda. Akaning kichik do'koniga mijozlar kelishdan to'xtamasin, odamlar xizmatidan charchamasinlar. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.